Men Xolmatov Diyorbek Sobir o'g'li 2005-yil 15-dekabr kuni Surxondaryo viloyati Uzun tumanida tug'ilganman. Rossiyaga borib, chet elga borib ishlardim. Farzandim yo'q, uylanib turmush qurmaganman. Chet eldan kelgandim, pulga muhtoj bo'lganimda shu bir tanishim ish borligini aytgandi. Shu O'zbekiston chegarasini yonidan borib yuk olib kelishimni aytgandi. Men rozi bo'lgandim. $2000 pul taklif qildi. Faqat ichidagi nima narsa borligini aytmagan menga. Faqat ozroq bir masofaga, yarim kilometr masofaga ko'tarib olib bersang bo'ldi degan. Chegaraning yonida ikkita oq xalt qolib turgan ekan. Ikkalamiz sherigim bilan ikkalamiz ko'tardik. Va chegaradan qaytayotgan vaqtimiz O'zbekiston Respublikasi chegara qo'shinlari bizni ushlashdi. U narkotik moddasi ekan. Gashish. Og'irligi 62 kilo ekan. Lekin biz uni kilosini ham bilmaganmiz. Bizga aytmagan kilosini. Surxondaryo viloyati Uzun tumanida sudda 15 yil ozodlikdan mahrum etildi. Hozirda Buxoro viloyati Kogon tumani 1-sonli jazoni ijro etish koloniyasida o'z jazo muddatini o'tab kelyapman. Ota-onadan, oiladan yiroqda ekan. Sog'inchdan sog'ib qiynaydi ekan. Qilgan ishimni pushaymonman. O'zim tengi yoshlarga hech qanday bunaqa jinoiy ishga qo'shilmaslik, halol mehnat, ota-onasi, oilasi bag'rida yurish, o'qish, ishlash tavsiya beraman.